Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz Toshkent viloyati Zangiota tumani Plasterim brendi ostida mahsulot ishlab chiqaruvchi zavodga keldik. Arif Solar kompaniyasi qo'shma korxona hisoblangan Metin Iroda, ya'ni Plasterim brendi asosida mahsulot ishlab chiqaruvchi, trubalar ishlab chiqaruvchi zavodning ustida 330 kilovat quyosh elektr stansiyasini o'rnatib bo'ldi. Asosan bu yerda qanaqa mahsulotlar ishlatilgan? Jinko Solar kompaniyasining eng oxirgi model panellaridan ishlatilgan. Bularda krepleniyalari ham oxirgi safar biz Xitoyga buyurtma bilan olib kelganmiz va mana bu chekkalarida yo'lchalarning ustiga tushadigan krepleniya olib kelingan. Tagidagi konstruksiya ham alyuminiy konstruksiya, bu 30 yil ichida zanglamaydigan, korroziyaga uchramaydigan maxsus buyurtma bilan Xitoy Respublikasidan shartnoma asosida biz olib kelganmiz. Bu yerda panellarimiz tom bo'ylab yopilgan, sharq va g'arb uslubida yopilgan. Biz aylanib ko'rdik, ishlab chiqarishni, juda katta ishlab chiqarish, juda katta iste'mol, elektr energiyaga bo'lgan talab juda yuqori ekan bu yerda. Turbalarda ishlab chiqarish asosan uskunalar, sovutish tizimlari juda ko'p ekan. Sovutish tizimi bor joyda kompressorlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham juda katta bo'ladi. 330 kilovat bir kunda 2000 kilovatgacha bugungi kunda elektr energiya ishlab chiqaryapti. Yillik generatsiyasini qarasangiz, tom bo'ylab bo'lganligi uchun tom ustida 1350 1400 koeffitsiyentga ko'paytiriladi. Demak, har 100 kilovatimiz 140 ming kilovat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 450 ming kilovatgacha elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ana endi bizlar o'tgan safar hisoblaganimizda buning tan narxi, masalan, quyosh panel uchun qilingan xarajat va uning ishlash muddatiga bo'ladigan bo'lsangiz 200 so'm, 250 so'm atrofiga aylanyapti. Ana endi hisoblab ko'raverasiz, bugungi kunda elektr energiya narxi 1000 so'mdan 1100 so'mga oshganiga 1 oy bo'ldi. Demak, 4 barobar sof foyda bo'ladi. Shu quyosh chiqsa bo'ldi bu yerda. Quyosh nurini panellarimiz ko'rdimi? Har bir ishlab chiqargan tokkining narxi 250 so'mdan 300 gacha bormaydi. Ya'ni 294 so'm hisoblab bergan edik. Bu yerda mana shu kabel latoklar ham o'sha atsenkovka materiali bilan qilingan, zanglab qolmasligi uchun hamma narsa latok ichida olib chiqilgan va invertorgacha uzatilgan. Bizning Arif Solar kompaniyamiz dunyoda yetakchi bo'lgan Sangrov invertorlar ishlab chiqaruvchi kompaniyaning O'zbekistondagi asosiy distribyutori hisoblanadi. Shuning uchun biz barcha deyarli 100% obyektlarimizga Sangrov brendi ostidagi invertorlarni o'rnatamiz. Bu yerda hozir 330 kilovatga ikkita 150 kilovatlik Sangrov invertori o'rnatilgan. Sangrov invertori bu 150 taliklar 1.4 koeffitsiyentgacha o'rnatish mumkin panel, ya'ni DC'larda 300 kilovatga ikkita 150 talik emas, hattoki 400 kilovat panelga ikkita 150 talik ulash imkoniyatlari bor. Chunki yonida yozib qo'ygan 1.4 koeffitsiyentgacha ko'tara oladi deb. Ana endi bitta qiziq xususiyati bu. Ichkarida aylanib chiqdik, uskunalarimizning eng arzoni 1,5 milliard so'm ekan, qolgani rosa qimmat ekan. Kompyuter tizimlari bilan qurollangan ekan butun uskunalar. Bu Sangrov kompaniyasidan ishlab chiqarilgan invertorlar quyosh panelidan kelgan tokni elektr energiyaning standartlari asosida uzatadi. Barcha parametrlarini ko'rib chiqamiz. O'sha parametrlarni to'liq standartda sifatli elektr energiyani ishlab chiqaradi. Tortishuvli masala, siz masalan 1,5 milliard so'm, 10 milliard so'm turadigan uskunangizga risk qilishingiz mumkinmi? Shuning uchun quyosh elektr stansiyasini o'rnatishda eng asosiy miyasi bu invertor. Invertorga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Fokus qaratishimiz kerak bo'ladi. O'sha parametrlari qanaqa? 98.8% aniqlikda tok ishlab chiqarib beradi. Ya'ni yo'qotishlar kam. Bir ishlab chiqaruvchi uchun kerak bo'lgan barcha sharoitlar bor. Transformatordan xohlagancha bor. Bu yerda hozir bitta shit haqida gapirmoqchiman sizlarga. Bu ishlab chiqarishga elektr dvigatellari ko'p bo'lganligi uchun aktiv quvvatni kompensatsiya qiladigan qurilma o'rnatilgan. Hada bankalarni nima qilishimiz mumkin?
sovutish tizimi bankalar terilgan bu yerda. Shu transformatorning kuchiga qarab bankalar terilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Transformatorga reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish, bu xuddi ko'pikli ichimlikdagi ko'pigini yo'qotib, stakanni faqat sof ichimlik bilan to'ldirishdek gap. Bu transformatorning samaradorligini oshiradi, uskunalarni asraydi va to'lovlarni sezilarli darajada tejaydi. Shuning uchun kompensatorlardan ham foydalanish tavsiya etiladi.